12 muqami Parlaq Junxo madaniyat g'azinisidagi bebaho go'har. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farosatining jabhiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining musiqa, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq musiqa asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq musiqa madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqomlarining tarixi uzun, arx ko'rinishimi keng va cho'ng. Muqomlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqomlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq musiqasi. Bu ketim asliga varislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqom, 360 ahang, 4492 misradan tarkiblangan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dastonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi.
Yeah.
What
güldek rengi royum soldurma dostlar bilsin düşman alerge bildirme köp yığılma selam can kessen yığırlar
olmay, tinçak olmaz, şehit olmaz, balak olmaz, kalbi ulim hem hak olmaz, iş mutida kıymegunca. Kalbi ulim hem hak olmaz, iş mutida kıymegunca.
bir sana bir judalıkni şayet ey ay o rahmetip salsan vay rahmetip salsan vay üzenge aşinalıkni hamamu hanımanım diyem keçi bal birsini dermen üzendin